Assalomu alaykum birodar, omonmisiz? Sizda gemoroy bor, shunaqami? Bu kasalligingiz sizni shu videogacha olib keldimi? Unday bo'lsa, bu videoda aynan siz bilan sizni kasalligingiz, ya'ni gemoroyingizga taxminiy tashxis qo'yamiz. Qaysi usulda, qancha muddatda davolanishingiz to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz. Qaysi usul sizga necha pul summaga tushadi va qancha muddat orasida siz to'liq jismoniy ish qobiliyatingizni tiklaysiz. Ya'ni ishingizga mustaqil ravishda chiqib ketasiz. Shu to'g'risida to'liq va batafsil ma'lumot beramiz. Videoni shu joyda to'xtating. Albatta qo'lingizga qog'oz ruchka oling. Chunki hozir siz uchun eng muhim bo'lgan ma'lumotni beramiz. Buni yozib olsangiz nur ustiga alo nur bo'ladi. Chunki siz kasalligingizga taxminiy tashxis qo'yasiz. Qanday usulda davolanish to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz va bu sizga necha pulga tushishini va qancha muddatda jismoniy ish qobiliyatingizni to'liq tiklashingiz to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz. Buni albatta qog'ozga yozib olsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Demak, birinchi qismni boshladik. Ya'ni sizni gemoroyingizga taxminiy tashxis qo'yamiz. Gemoroyda qanaqa asorati bor? Eng ko'p uchraydigan 3 ta asorati bor. Tushish, qonash va tromboz. Demak, tushish haqida gapiramiz. Tushishni o'zini 4 ta darajasi bor. Birinchi daraja, bemor hojatga boradi, o'tiradi, hojatini qiladi. Hojatdan keyin to'liq bo'shanmaslik hissi bo'ladi. Nimadir qolib ketgandek bo'ladi. 1-2 tomchi qon kelishi mumkin, noqulaylik yuzaga kelishi mumkin. Bu birinchi daraja. Endi ikkinchi darajaga o'tamiz. Ikkinchi darajada gemoroy tugullari kattalashib, orqa chiqaruv teshik yo'lini to'sib qo'yadi. Siz hojatga borasiz, axlatingiz tashqariga chiqmoqchi, lekin yo'lda to'sib turibdi. Nima qilasiz? Kuchanasiz. Kuchanganingizda gemoroy axlatga yo'l berish uchun tashqariga chiqadi. Sizda axlatingiz pastga tushadi, gemoroy o'z-o'zidan mustaqil ichkariga to'g'rilanadi. Bu ikkinchi daraja. Endi uchinchi darajamiz bor. Uchinchi darajamiz ikkinchi darajadan farqli o'laroq o'zi kirmaydi. Siz barmog'ingiz bilan yordam berasiz. Ya'ni qo'lingiz bilan sekin tiqib olasiz. Yoki 1-2 soat majburiy holatda tizzalarni bir-biriga birlashtirib, tizzalarni qoringa tortib yotasiz. Shunda gemoroy kirib ketadi. Demak, bu 3-daraja. Bizda 4-daraja ham bor tushish asoratida. Unda qo'lingiz bilan tiqasizmi, majburiy holatda yotasizmi, hech qachon kirmaydi. U pastyan tashqarida bo'ladi. Demak, tushish asoratini 4 ta darajasi haqida gapirdik. Qaysi biri sizda borligini bildingiz, o'zingizga taxminiy tashxisni qo'yib oldingiz. Bundan tashqari qonash asorati ham bor. Qon qanaqa? Yo tomchilab oqadi yoki tizillab otiladi. Tromboz asorati bor. Tromboz nima? Bilasiz, yoshlikda mushlashgansiz, ko'zga uradi, ko'karib qoladi. Axlat massasi tashqariga chiqyaptimi? Tashqariga chiqib turgan paytda ezadi. Ezgan paytda gemoroy tuguni gubkaga o'xshagan narsa siqiladi. Siqilganda mayda tomirlar bosimni ko'tara olmasdan o'sha yerda yoriladi va ko'karib o'sha yerda tromboz yuzaga keladi. Qotib qolgan qon o'sha yerda yig'ilib qoladi. Bu tromboz asorati hisoblanadi. Demak, sizda tromboz, tushish, qonash, tushishni darajalari haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingiz. Ya'ni kasalligingizga taxminiy tashxis qo'ydingiz. Biz bundan xursandmiz. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Ikkinchi qismda kasallikni qanday usullar bilan davolaymiz? Masalan, tushish asoratining birinchi darajasi konservativ, ya'ni dori-darmon bilan lecheniya qilinadi. Sababchi faktor bartaraf qilinadi, kerakli dorilarni qabul qilasiz, kasalligingizdan butunlay qutulasiz. Ikkinchi, uchinchi darajada bo'lsa lazer, garmonik, ligashurlardan foydalanamiz. Keling, ularni sizga operatsiyonida живой apparatlarda ko'rsatib beraman. To'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Endigi navbatda biz gemoroyda darajasiga mos ravishda operatsiya turi haqida ma'lumot beramiz. Masalan, birinchi va ikkinchi tushish asoratida eng ko'p qo'llaniladigan va eng yaxshi usul bu lazer apparati hisoblanadi. Masalan, lazer nima qiladi? Lazer nur orqali gemoroy tugunidagi suyuqlikni vaporizatsiya qilib beradi. Qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bu hammaga juda ham qiziq. Bu juda ham oddiy. Masalan, tasavvur qiling, mana shu narsa gemoroy tuguni deb o'ylang. Buni lazer qanaqa qilib yo'qotishi mumkin? Mana bu gemoroyda nasatkasi bo'ladi. Ya'ni gemoroy operatsiyasida ishlatiladigan lazerda nasatkasi. Gemoroy tuguni bo'ladigan bo'lsa, mana shuni ichiga kirgiziladi. Datchik bosiladi. Ko'ring. Yonib ham ketadi o'zi. Agar mana shuni o'rnida to'qima bo'lsa nima bo'ladi? Vaporizatsiya bu bujmayib ketadi. Bu lazer yordamida gemoroy tugunini kuydirish hisoblanadi. Ya'ni vaporizatsiya qilish. Bundan boshqa narsa ham bor. Ya'ni ko'pchilik aytadi, men lazerda operatsiya bo'ldim, bir haftada ishga chiqib ketdim. Boshqalar aytadi, men lazerda operatsiya bo'ldim, 10 kunda ham hali ishga chiqalganim yo'q, hali og'riq bor deydi. Biz sizga tushuntirdik. Ya'ni operatsiya jarayonida faqatgina kuydirib qo'yishdi. Bunda 1 yil bilan 3 yil ichida qaytalanish darajasi mavjud. Lekin dezarterizatsiya va mukopeksiya degan narsa bor. Dezarterizatsiya buni arteriyasini bog'lash, mukopeksiya bo'lsa shilliq qavatni pastga qarab tushirib yopishtirish.
Qarang nima bo'ldi. Lazerdan tashqari buni bujmay turib qo'ydik. Bunda qaytarish darajasi juda ham kam bo'ladi. Sizda tanlov imkoniyati bor. Xohlasangiz lazerda o'zida operatsiya qildiring, 3-4 kunda bemalol jismoniy ish qobiliyatingizni tiklang. Xohlasangiz dezarterizatsiya va mukopeksiya usulini qo'shing, biroz og'riqli sindrom bo'ladi, reabilitatsiya ozgincha cho'ziladi, lekin gemoroyizdan kafolatlangan darajada xalos bo'lishingiz mumkin. Bu bizning lazer apparatimiz. 1-2 daraja uchun eng yaxshi tanlov. 3 va 4 darajada ham ishlatsa bo'ladi, lekin maslahat bermayman. Biroz qiyinroq bo'ladi. Reabilitatsiyada qo'shimcha muammolar yuzaga kelishi mumkin. 4-3 darajada eng yaxshi tanlov bizning ligashur apparatimiz. Ko'rib turibsiz, bu qaychiga o'xshaydi. Nima qiladi? Gemoroy tuguni. Tasavvur qiling, mana shu gemoroy tuguni. Bu o'zi kesib, o'zi yopishtirib ketadi. Tana, ya'ni odamning tanasini his qilgandan keyin ishlaydi bu narsa, hozir ishlamaydi. Shunda kesasiz, o'zi yopishtirib ketadi. Eng yaxshi variant 3-4 darajada ligashur yoki garmonik apparatida operatsiyani o'tkazgan yaxshi. To'g'ri, bizda yordamchimiz ham bor, elektrokoagulyator, beminnat yordamchimiz. Bu boshqalarga nisbatan biroz og'riqli bo'ladi, chunki elektr toki yordamida ajok berib kuydiradi gemoroy tugunini. Bundan keyin yaxshigina og'riq bo'ladi. Demak, elektrokoagulyator oldin lazer va ligashur bo'lmagan payti eng yaxshi operatsiya turi hisoblangan. Hozirgi kunda endi bundan mukammalroq apparatlar chiqqanligi uchun bu hozirgi kunda sekin-sekinlik bilan o'z o'rnini yo'qotib boryapti. Lekin har doim kerak bo'ladi. Ya'ni mayda-mayda proseslar bor ishlanadigan. Bunda koagulyator bizga kerak bo'ladi. Koagulyatorda bitta kamchiligi ajok hisobiga kuydiradi. Ajok hisobiga kesadi. Bu biroz og'ritadi. Endi narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, lazer operatsiyasi bizda umumiy hisobda 8 millionga tushadi. Ya'ni bir kun yotishi, dori-darmoni, tekshiruvlari, operatsiyadan keyingi to'liq reabilitatsiya. Hamma tekshiruvlar ichida umumiy summasi 8 million. Ligashur 7,5 million summaga tushadi. Faqat bunda ko'ykada yana bir kun emas, 2 kun bo'ladi. Elektrokoagulyator bunda 7 million bo'ladi. Ko'ykada emas 2 kun emas, bunda 3 kun hisoblanadi. Chunki bemor biroz tiklanishiga vaqt kerak bo'ladi. 1-kun, 2 kun va 3 kun shifoxonada yotish. Bunda bir kunda uyga chiqib ketyapti. Bunda 2 kunda, bunda 3 kunda. Bu operatsiyadan keyin bemorning tiklanish jarayonini ham qancha yengil ekanligini ko'rsatib beryapti. Lazerda juda ham yengil bo'ladi. To'g'ri, dezarterizatsiya va mukopeksiyani qo'shsak biroz og'irroq bo'lishi mumkin, lekin bemor jismoniy ish qobiliyatini tez tiklaydi. Buning uchun bemor albatta o'zini vaqtida shifokorga murojaat qilib, kasalligiga aniq tashxis qo'ydirib, o'zini vaqtida davolatish kerak bo'ladi. Shunda shifoxonada uzoq muddat qolish yoki operatsiyadan keyin uzoq muddat azob chekishga hech qanaqangi hojat qolmaydi. Kasallikka o'z vaqtida yondashing. Shunda joningizni azobga qo'ymaysiz. Endi men sizga operatsiyani nega aynan bizda amalga oshirishingiz kerakligini 5 ta sababini aytib o'taman. Birinchisi, eng zamonaviy apparatlar bizda mavjud. Bu degani kasalligingizdan butunlay qutulasiz. Hech qanaqangi asoratlar, qaytalanishlar bo'lmaydi. Agar degan joyi bor. Operatsiyadan keyin tavsiyalarimga to'liq amal qilishingiz kerak. Ikkinchi sababi, dunyoning 3 ta rivojlangan davlatida malaka oshirib kelganman. Bu degani nafaqat bizning apparatlarimiz, balki bilim hamda tajribalarimiz ham zamonaviy va xalqaro degani. Uchinchi sababi, bizda bemor keladi, istiora ochiladi. Hamma tekshiruvlar, operatsiyadan keyingi 2 kunlik nablюдение, pitaniyasi, hamma uhvat bitta summaning ichida bo'ladi. Qayta u tekshiruv, bu tekshiruvga alohida pul to'lanmaydi. Ya'ni hammasi bitta summaning ichida bo'ladi. To'rtinchi sababi, bemor bizda sog'ayib ketgungacha bo'lgan vaqt oralig'ida to'liq nazoratda bo'ladi. Har 10 kunda yoki har hafta qayta ko'rikka kelib, nazoratda turadi. Bu ko'riklarga hech qanaqangi to'lov, ya'ni qo'shimcha to'lov summasi talab qilinmaydi. 5-sabab, operatsiyadan keyin gemoroiz qaytalanmasligi 100% kafolat beraman. Lekin qayta ko'rikka o'z vaqtida kelasiz, ichingizni qotirmaysiz, og'ir ko'tarmaysiz, ko'p o'tirmaysiz. Ya'ni tavsiyalarimga to'liq amal qilasiz. Nega bunchalik ishonch bilan gapiryapman? Chunki men operatsiya qilgan 3000 dan ortiq bemorlarimni tavsiyamga to'liq amal qilganlarida birontasida gemoroy qaytalanmagan. Siz bilan bu videoda ancha gaplashdik. Menimcha barcha savollaringizga to'liq javob oldingiz. Konsultatsiyaga keling, kasalligingizga aniq tashxis qo'yamiz. Keyin bu kasalligingizdan butunlay qutulish choralarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, bizning menejerlarimiz bilan bog'lanasiz va ular sizni qabulga yozib qo'yishadi. Yoki videoning opisiyaniyasida link bor. Linkga kirasiz, ma'lumotingizni kirgizasiz va siz xohlagan vaqtda menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi.